Assalomu alaykum. Bir mijozimiz bizga rasm tashadi. Rasm tashab shuni yasab bering dedi. Pasportlar uchun chexol, ID karta va pasportlar uchun biz o'xshatishga harakat qildik. Eslab qolasizlar. Mana o'sha chexol, g'ilof yoki bo'lmasam yana bizga shu F pechatingizni urib bering dedi. Bizda shtampi bor buni. Furkat degani bu. Shaklariga ahamiyat berasizlar. Material naturalniy koja Crazy Horse. Qizg'ish jigarrangda qilingan. Ichini ochamiz. Ichini ochganda mana kartalar uchun joy va pasport uchun joy. Yana qo'shimchasiga mana orqasiga pul soladigan joyi ham bor. Qo'shimchasiga mana. Rasmda ham degidek. Kimga shunaqa g'iloflar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.